tiklandi deyapsizmi? Boshlashga tayyorgarchilik hammasi joyida? Yaxshi, yaxshi. Men tayyorman. Eshitdim, xo'p. Assalomu alaykum bizni radio to'lqinlari orqali kuzatib turgan aziz tinglovchilar. Va joizki, sun'iy intellekt davr talabi emas, har bir insonni kundalik turmush tarzida kerak bo'ladigan vosita sifatida hozirgi vaqtlarda tan olinmoqda. Va joizki, nima deysiz? To'lqinlarga sun'iy intellekt yordamida, hurmatli bizni to'lqinlar orqali tinglab turgan azizlar, shunday vaqtlar bo'lib ketdiki, to'lqinlar orqali sun'iy intellektdan foydalangan holatda, demak, marhum ustoz san'atkorlarimizni ham biz to'lqinga ulay olamiz, ha? Tayyorsiz? Eshitdim, xo'p. Azizlar, bizni tomosha qilib o'tirgan aziz teletomoshabinlar, siz ayni damlarda Yoshlar telekanalida Yoshlar oqshomi ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Bizni tinglashda davom eting. Biz sizlarga noodatiy faktlardan tashkil topgan onlayn tarzda hozir bizni aytish joizki, butun yer shari Yoshlar telekanalini Yoshlar oqshomi ko'rsatuvini ko'rib turibsizlar. Kuzatyapsizmi? Kuzatishda davom eting. Tayyor deyapsiz-a? Yaxshi. Yaxshi. Biz hozir ayni damlarda hurmatli tinglovchilar, ajoyib ustoz san'atkor, marhum ustoz san'atkor Hamza Umarovni sun'iy intellekt orqali jonlantirishga erishamiz. 27 10 4 3 uladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ana sun'iy intellekt. Assalomu alaykum, Hamza aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ochig'ini aytaman, siz ovozlaringizni eshitib yoshligimiz o'tdi. Qarang, sun'iy intellekt azizlar. Ayniqsa, mana demak SMSlar tashrif buyurmoqda. Vatangodolar badiiy filmdagi dublajlaringiz. O'shanda ijro qilib bera olasizmi, ustoz? Musulmonlar darvozalarini bekitinglar, bironta trillion qolmasin, otinglar, aygon. Ayniqsa, mana bu Qilich va Qalqon badiiy filmidagi sizni ovozingiz iloj bormi? Shuni iloji bo'lsa, Vili Shvorskiy ijro qilgan bir dublajlarda iltimos qilib bera olasizmi? Shvorskiylar umidi o'zgarishga ertaga biz o'lyotirib to'rttadan yo beshtadan dushmanni yer ishlatmog'imiz darkor. Xo'p, xayr do'stim, voy, sen bilan biz ertaga strategiya haqida gaplashamiz. Hurmatli tinglovchilar, siz bizga to'g'ridan-to'g'ri SMS yozish imkoniyatiga egasiz. Vaholanki, to'g'ridan-to'g'ri efirimizda bizda bir qancha sun'iy intellekt borasida, demak, SMSlar tashrif buyuryapti. Biz mana shu SMSlarga bir qancha reklama hali tayyormas deyapsizmi? Yaxshi. Davom etamiz. Bizda galdagi sun'iy intellekt tarzida ulanadigan galdagi san'atkorimiz, demak, kimni tayyor? Oxunjon Madaliyev, marhamat. Assalomu alaykum, tayyormi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.